Endi bu saloningizga menga eng yoqadigani to'g'risini aytish kerak. Mana mashinaning zo'ri. Nima deymiz? Xalqimizga nima qiziq? Bu ko'radigan mashinalarda birinchi ochratda bularda qanaqa rasxod, benzin rasxod. To'q seriya rangi. Bunda benzin rasxod qanaqa? Gaz ustanovkalar qanaqa bo'ladi? Bemalol xarid qilib chiqib Короче, oylik shaqi bo'lish shart emas. Shart emas. Rasmiy daromad shart emas. Birinchi ko'rsatgan mashinamiz bulida, H6da. Bu Julyonda-chi? Julyonda ham bor. Assalomu alaykum, hurmatli bizani YouTube, Instagram, TikToklarda doim kuzatib boradigan aziz aka-ukalarimiz. Xo'sh, bugun bizani anaqamizda yangilik, xudo xolasa, avtosalonga kelganmiz. Haval avtosaloniga. Xo'p, boshidan tushuntirib o'tib ketaman, o'rtoqlar. Buni lokatsiyasini joylashgan joyi Toshkent shahar Bektemir tumani, Qo'yliqota bozoridan Rohat Kurga qarab ketishda o'ng qo'lda joylashgan bu avtosalonimiz. Bu avtosalonga kelishdan maqsad men o'zimga mashina olish sifatida kelib turib, bu yerda mashinalarni narxini, keyin bularda bo'ladigan o'sha chegirmalarni, oyma-oylarga bo'lib to'lash, mana hozir hamma salonlarda, даже bozorlarda rastroshkalar ochilib ketdi. Shundan qiziqish maqsadida men hozir Haval avtosaloniga kelganman. Hozir mashinalarni birma-bir ko'rib, 4 xil, 5 xil pozitsiyalari, yangi versiyalar ketdi, 7, 9lari. Shularni ham obzorini qilamiz. Kimga qiziq bo'lsa, mana shu ekranlarda telefon nomerlar qoldiraman o'rtoqlar, aloqaga chiqinglar. Lekin rastroshkalarda zo'r bo'layotgan ekan. Men eshitdim, lekin hali o'zim ko'rmadim, lekin eshitib keldim. Shuni sizlarga ham tavsiya qilib qolamiz. Bo'lmasa salonning ichiga kirib, mashinalarning obzorini, nima qiziqarli savollar bo'lsa, kommentariy yozsanglar javob beramiz. Hozir ichkaridan davom ettiramiz. Xo'sh, hurmatli bizani kuzatuvchilar, Haval avtosalonga keldik. Mana ichkariga kirib oldik. Endi hozir ayni obed vaqti bo'lgani uchun ham obedda ekan. Baxtimizga mana Sanjarbek akamiz bizga yordam beradilar. Bunda nimaga? Xuddi men o'zimga mashina oladiganday qilib obzorlarni qilamiz, video qilamiz o'rtoqlar. Kimga qiziq bo'lsa kommentariy yozib ketasizlar. Assalomu alaykum. Sanjarbek, sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Sumisiz? Anaqani endi bizga vaqt kelishdan maqsad men mana shu obzor qilib, xalqqa buni ko'rsatib, o'zim ham qiziqqani uchun keldim. Xudo xohlasa. Shuning uchun bizga mashinani birma-bir 3-4 tasini polni hamma tarafini obzor qilib berasiz. Nima deymiz? Xalqimizga nima qiziq? Bu ko'radigan mashinalarda birinchi ochratda bularda qanaqa rasxod, benzin rasxod. Endi hozir ko'pchilik mana JMdan voz kechib, to'g'risi elektromobil inomarkalarga o'tib ketdi. Bizning xalqimizga bu mashinalar nimasi qiziq? Benzin rasxod. Bu bir. Ikkinchisi servis xizmat. Servis xizmat deganda endi bularning zapchasi muammo bo'lishi mumkin. O'shalardan muammo bo'lmaydi, xudo xolasa. Xudo xolasa. Yo'q, juda to'g'ri aytyapsiz. O'zi qarang, bu hamma modellarimizga biz 5 yildan yo bo'lmasa 150 ming kilometrgacha kafolat beramiz. Servis sentrlarimiz bor, yo'q emas. Respublika bo'yicha tarqalgan. Misol tariqasida siz avtomobilni bu yoqdan xarid qilganingiz bilan boshqa viloyatda boshqa regionda bemalol servis sentrdan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. O'sha servis sentriga borganda ham ular kutib qolib, erta endi unaqa narsa bo'lmaydi, xudo xolasa, hech kimni uyaltirib qo'ymaydi. Xudo xolasa. Bunisi tushunarli. Bo'lmasa, qaysi modellar? Mana shu modelimizdan boshlaymiz. Yuring bo'lmasa. Burchakdan. Xo'p, bu mashinamiz xudo xolasa H6. Bu Haval H6 modelimiz. 25-yil restayling bo'lgan, ya'ni ko'rinib turganingizdek futuristik dizaynga ega. Ko'rinishi zo'r ekan. Ha, hozirgi kunda bunda 4 xil rangi bor. Bu imенно to'q seriya rangi. Bunda benzin rasxod qanaqa? Gaz ustanovkalar qanaqa bo'ladi? Ha, hozirgi kunda zavod tomonidan gaz ustanovka yo'q bunga, lekin ko'chada mijozlarimiz qo'ysa bo'ladi. Metan, propan. Faqat etiladi. Ha, chunki bu H6 modelimizda 2 xil dvigateldan foydalanilgan, jihozlangan, ya'ni 1,5 litrli turbina yo bo'lmasa 2 litrli turbina dvigatel bilan jihozlangan bo'ladi. Ha, demak bunda faqat propan. Ha, faqat propan. Buni qarang, uzr gapingizni olam, naqdga nech pul? Naqdga hozir shu kecha kunduzda mana klient keldi. Naqdga olamasa nech pul? O'zi bu avtomobilimiz tan narxi 369 million 900. Hozirgi kunda bunga 35 million skidka bor. O'zi skidka bo'ldi. Ha, shunaqa. Bayram munosabati bilan 1-sentyabrgacha skidkamiz bor. Keyin variantlarimiz. Misol mana hozir hamma avtosalonlarda
boshlang'ich palonsinma berasiz. Bu yoq rassrochkaga foiz qo'shilmaydi deb e'lon berishadi. Shunaqa. Sizlarda ham shunaqalar bormi? Bayram munosabati bilan hozirgi kunda 50% boshlang'ich to'lov qilinadi va 60 oygacha Foizlarsiz. Va foizsiz oylik to'lov. Endi faqat sug'urtasi bo'ladi. Ha, ya'ni endi u sug'urta majbur, uni qilmasa bo'lmaydi. Sug'urtasi. Sizlarda mana keldi, endi hozir men mashina bozorlarda yuraman, mashina bozor, o'zim bozorda tirikchilik qilaman. Mana banklarga borsangiz, istoriyang yaxshi emas ekan. To'g'risida. To'g'ri. Chorniyda ekan deydi. Sizlarda ham shuni ta'siri bo'ladimi? Ta'siri bo'ladi. Endi agar misol oldingi kreditlaringizni kechikish bo'lib yoki bo'lmasa vaqtida to'lanmagan bo'lsa, lekin agar misol adableniya beradigan bo'lsa, bank tomonidan bemalol xarid qilib chiqib ketadi. Короче, oylik shaqi bo'lish shart emas. Shart emas. Rasmiy daromad shart emas. Bemalol xarid qilib chiqib ketsangiz bo'ladi. Xo'sh, bo'lmasa mana bunisini ko'ringlar. Mana shu mashinani ham men oldindan ko'rmagan edim. Bu 9 da. Bu H9 model. Ha, bu haqiqiy semenli mashina ekan. Bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Qani bismillohirrohmanirrohim. Hamma o'ylagan, olaman deganlarga Allohim nasib qilsin. Haqiqatan komfort, iloyim hammaga yetkazsin. Niyatimiz shu. Endi bu mashinangizda ma'lumotini berasiz. Qarang. Bizga birinchi ochratdan menga bizning xalqimizga qizig'i buni benzin rasxodi. Benzin rasxodi. Servis xizmati. Rassrochkasi. Boya aytib o'tgandek, servis xizmatimiz bor butun respublika bo'yicha. Bu avtomobilimiz 2 litrli turbinali motor bilan jihozlangan, dvigatel bilan 218 ta ot kuchiga ega. Rasxodiga keladigan bo'lsak, 10,5-11 litr deb smeshni, ya'ni shahar aralash siklda hisoblanadi. Endi apkatka vaqtlarini hisobiga ya'ni boshlargina ko'payadi, keyin joyiga tushadi. Oddiy ko'rishlarda ham shunaqa. Shunaqa. Buni narxi xudo xolasa hozir mana naqdga nech pul? Naqdga hozirgi kunda qarang. H9 modelimizga hozirgi kunda aksiyamiz yo'q. Ha, bunga aksiya yo'q. Ha, faqat naqd, lizing rassrochka bo'lmasa standart avtokredit asosida chiqadi. Avtomobil o'zining tan narxi imini bu modelimiz 535 million, yo bo'lmasam ikkinchi pozitsiyasi bor 570 millionga chiqadi. Polni komfort mashina. Komfort mashina. Bu endi haqiqiy yo'l tanlamasi hisoblanadi. Ha, haqiqiy oilaviy. Ramli konstruksiyada ishlab chiqarilgan modelimiz hisoblanadi. Baribir kelsa narxi bo'ladi, to'g'rimi? Chiqariladi. Xudo xolos. O'rtoqlar kelinglar. Men ham bu kelib obzor qilishdan maqsad, o'zim maqsadim olish. Endi bu saloningizga menga eng yoqadigani to'g'risini aytish kerak. Mana mashinani zo'ri. Endi Alloh nasib qilsa olamiz. Endi buni ham pozitsiyalar bo'yicha qisqa to'liq ma'lumotini bering. Qarang, hozirgi kunda H7 modelimiz 4 xil pozitsiyasi bor. 4 xil pozitsiya. Ikkita benzin, ikkita gibrid. Ha, gibrid, benzin. Qarang. Bu gibridlari qanaqa? Gibridlar ikki xili bor gibridda ham. Birinchi pozitsiyasi 449 million 900, ya'ni bitta elektromotor va bitta 1,5 litrli turbina motor bilan jihozlangan bo'ladi. 480 millionlik versiyamizda qanaqa bo'ladi? Ikkita elektromotor, bitta 1,5 litrli turbina motor bilan jihozlangan bo'ladi. 3 ta bo'ladi. Benzinligimizchi? Bu gibridlarimiz qarang, uzr. Probegi qanaqa? Probegi 1120 kilometr. Ha, bo'ldi. Gibridda. Benzin keladigan bo'lsa 2 litrli turbinali dvigatel bilan jihozlangan bo'ladi. 230 bitta ot kuchi 8 litr. Benzinlida. Shu govdasiga 8 litr. Govdasiga 8 litr. Benzinlida, gibridli versiyamizda 6 litr bo'ladi rasxodi. Bunda hozir rassrochka bormi? Gibrid, benzinligida? Yo'q, hozirgi kunda rassrochkamiz yo'q. Yo'q, bularda ham yo'q. Bularga naqd yo bo'lmasa standart avtokredit asosida chiqarib beramiz. Hozir demak, rassrochka bor mashinalaringizdan birinchi ko'rsatgan mashinamiz bo'ladi, H6da. Bu Julyondachi? Julyonda ham bor. Bunda ham rassrochka bor. Rassrochkamiz bor. Menimcha bu uje trekkerda puli yo'q. Agar undan ham arzon bo'lmasa. Bor, kelib qoldi shunga. Qarang. Xo'sh. Julyon modelimiz. Mana niyat qilganlar bo'lsa, uzr gapni bo'lib mana ukamga, qizimga, o'zimga, onamga deganlarga o'rtoqlar kelinglar. Hammaga Allohim yetkazsin. Niyatimiz shu. Xudoyim yetkazsin, hamma shu farzandiga, akasi, ukasiga, ota-onasiga, yaqin do'stiga olib bersin. Uzr gapni bo'lib qo'ydim. Xo'sh, buni ma'lumotini berasiz. Bu benzin bu? Bu benzin 1,5 litrli turbina motor bilan jihozlangan, 140 ta ot kuchi, aralash siklda 8 litr rasxod qiladi, 3 xil pozitsiyasi bor, ya'ni 280 million, 310 million, 330 milliondan chiqadi. Hozir mana shu turganda benzin rasxod qanaqa buni? 8 litr, 7,5-8 litr. Bunga ham propan ketadi. Va propan tavsiya etaman. Propan.
Hozir mana shu mashinalar hammasiga propan qayta jihoz qilsa bo'ladi, to'g'rimi? Qilsa bo'ladi, ha, lekin bitta no tomoni bor, garantiyadan chiqib ketib qoladi. Ha. Yo'q, mana hozir mana shu o'zinglarni avtosaloninglar bor, servis xizmatinglar bor. O'zinglarga ham shu propan ustanovka qilish yo'lga qo'ymadinglarmi? Kutyapmiz, ko'p mijozlarimiz so'rab boryapti. Agar misol deylik, siz ertaga indinga xarid qildingiz, 1 oydan keyin ochiladigan bo'lsa, sizni xabardor qilamiz. Servis sentrimizga tashrif buyurib, bemalol gaz. O'shanda garantiya ham yo'qolmaydi. Garantiya ham yo'qolmaydi. To'g'rimi? Men Xuddi tushundim. Xuddi shunaqa. Nima deymiz? Hammaga shunaqa mashinalar nasib qilsin o'rtoqlar. Manzilni tushuntirib o'tdim o'rtoqlar. Bektemir tumanida joylashgan. Qo'yliqotadan rohat ketishda 10 qo'lda joylashgan. Mana shu ko'chaning yuziga turibdi. Xo'sh, kelinglar, xarid qilinglar. Mana xudo xolasa chegirmalar bor ekan. Endi hammani o'zini ko'nglidagi mashina, balki bunisi yoqmasa bunisi yoqar, bunisi yoqmasa bunisi yoqar. Nima deymiz? Ish vaqtinglar qanaqa? Ish vaqtimiz qarang, dushanbadan yakshanbagacha, ertalab soat 9 dan kechki soat 8 gacha, ya'ni dam olishsiz, ish kunlarisiz. Bo'lmasa o'rtoqlar, mana shu videoga ekranga telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz o'rtoqlar. Ertalab 8 dan kechqurun 17:00 gacha yo 20:00 gacha. Ertalab soat 9 dan kechki soat 8 gacha. Ha, demak ertalab soat 9 dan kechqurun 20:00 gacha bemalol murojaat qilaverasizlar. Nima savolinglar bo'lsa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kelinglar, hammanglarni kutamiz. Rahmat kattakon.